Hurmatli erkaklar, oilam buzilib ketmasin desalaring bu videoni ko'proq tarqatinglar, hattoki kerakli mutasaddi tashkilotlarga ham yetib borishi uchun. Har qanday internetda ko'rgan kanallaringga avvalo ishonmanglar. U o'sha kanalda olib borayotgan shifokorni haqiqiy shifokormi yo'qligini bilish uchun bir nechta omillar kerak, shularni sanab o'taman. Birinchidan, bu faoliyat olib borayotgan odamni adresi, manzili aniq bu, uni bilishlaring kerak. Ikkinchidan, bu ishxonani, tashkilotni litsenziyasi bormi yo'qmi va o'sha shifokorni olgan oxirgi malaka oshirishi yoki toifasini sizlarga taqdim qilish kerak. Ana undan keyin ishonishlaring kerak bo'ladi. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Kecha kuni bir bemor keldi. O'zi Rossiyada ishlaydi, juda ham mo'min, qobil, yaxshi, odobli yigitimiz. Ayoli uyda ota-onasi bilan birga. Turmush o'rtog'i Rossiyada yurgan paytda qandaydir bir bo'lmag'ur Telegram kanaliga a'zo bo'lgan, yordam ko'rsatamiz deydigan ayollarga. Hattoki buni isbotlash uchun menga Telegramda gaplashgan gaplarini yozdi. Bemorni ko'rmasdan turib, turmush o'rtog'i, ya'ni eri haqida shunaqa gaplarni yozgan. Mana o'zlaring ham o'qib, ko'rib hayron qolishlaring mumkin. Birinchidan, biz hozirgi kunda zamonaviy meditsinada IBM degan tushuncha bor. Ya'ni evidence based medicine deydi. Ya'ni isbot dalilga tayangan tibbiyot asosida olib borishimiz kerak. Bemorni ko'rmagan holatda uni turmush o'rtog'iga "Sani ering tavqilanatni yopishtiryapti". Bu yigit kelib bizdan to'liq tekshiruvlardan o'tdi. Hech qanaqangi na spidga, na sifilisga, na boshqa kasalliklarga oid bironta ham analizda chiqmadi. Lekin muammo ayoli o'sha vrach bilan Telegram orqali gaplashgan vrachini gaplarini miyasiga qo'yib olib, bu oilada urush janjaldan boshi chiqmasdan hattoki shu darajadagi ajrashib ketishgacha borishyapti. Men buni isbot dalillarga tayangan holatda analizlarini, tekshiruvlarini o'tkazdirdim va qo'liga hech qanday bunaqa begona bilan bo'lganlik haqidagi ma'lumot yo'qligini yozib, tagiga imzo qo'yib, qo'liga analizlarni topshirdim. Endi bu yigit kanal haqida sudga da'vo arizasini kiritmoqchi bo'lib turibdi. Shuning uchun to bu ishlarga borishlikni o'zini men tarafdori emasman. Hattoki boshqa shifokorlarga tosh otish niyatim ham yo'q. Men kanallarda olib borayotgan bir necha ukalarimiz, akalarimiz bilaman, juda ham toza ishlashadi. Menga bir kunda yuzlab Telegramdan, Instagramdan, YouTubedan turli tuman analizlarni tashlashadi. Analizlarni hatto yuklab ham ko'rmayman va bemorlarga shunday deyman: "Men sizni o'zim ko'rib, eshitib, yechintirib ko'rmagunimgacha analizlaringizni ko'rishga haqqim yo'q va yuklamayman." Hurmatli erkaklar, oilam buzilib ketmasin desalaring, o'zlaring ham ayollaringni telefonini ham tekshirib, qayerdagi layoqatsiz, adresi noma'lum bo'lgan Telegram kanallariga ulanmanglar. Haqiqiy ishonchli Telegram kanali, Instagram profili qandoq bo'ladi desalaring, har bir postini tagida ishxonani joylashgan joyini, manzili va murojaat uchun telefon raqami albatta ko'rsatilgan bo'lishi shart. Avvalo hech kimning boshiga tushmasin, lekin shu va shu kabi muammolar bilan boshingiz og'riyotgan bo'lsa, Qo'qon shahar Yangi hayot kechasi 56-uyda Hospital Zem klinikasida faoliyat olib boryapmiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.